Nim deyishni o'qimadim, qizlarni necha qatim video tatdim. Nim deb tushuntirishni o'qimadim. Chunki haqiqiy bir yaxshi rostga qilib mal satmoq bek tasga qizlar. Men ko'p turib mal satanmagan keyin, mushu asosiy deydig'inim qerib ketbarman. Teram muddatdan burun bo'shab ketbardi. Girim qilsam yaxshi ichilmayotdi teram boshqalarning terisidek. Faqat teramda nur degan narsa yo'q. Attigin uxlab qolgan vaqtimda teram mundaq bir kulib bo'g'icha purlab tashlayotgan qog'ozdek qo'riqlarim mana men deb chiqib qoldi. Shundaq ko'nglim yerim aynakka qarab davatgan xonim qizlar, iqtisodinglar yer bersa cho'qim xalqarалық yaxshi bo'lgan terasalash mahsulotlarini pishirtinglar. Agar iqtisodinglar yer bermasa, hech bo'lmaganda mening mahsulotimni sinab yiqishinglarni chin ko'nglimdan tavsiya qilman. Chunki bahosiga qaraganda unumi haqiqatan bek yaxshi. Esinglarda bo'lsin, bu terimiz bizning necha yildan, necha oydan beri supatsiz turdi. Uni damonliq o'ngishib etkil bo'lmaydi qizlar. Mushu teri asrash degan uqumni tushunmaydigan xonim qizlar bek chiqqansizlar. Qanchalik vaqt ishlatamiz, qanchalik vaqtdan keyin to'xtatib qo'yamiz. Undan boshqa mahsulotni to'xtatgandan keyin terimiz asliga qaytib qolamdi degan savolinglar. To'g'ri asliga qoldi. Tushlik tomoq yapib, kechlik tomoq yemsa qo'saq ochqandek terimiz mushu suv to'liqlashga, namlik to'liqlashga muhtoj bo'lib turdi qizlar. Biz hayotli bo'lganimiz cho'qim teri asrash deganni bir umr qilamiz. Amaliyotda nurg'un xonim qizlar bor ekansizlar. Cho'qim shu girim qilishning oldida taylik moy berib, suv purkiblam girim qildi ekansizlar. Uning oldi keynida girim qilmagan vaqtinglarda faqat suv namlik ishlatmaydi ekansizlar. Shuningga qo'rqinglar jiq qizlar. Shunga amdil 25 ning qarisini ep turib ko'rinishdan 35 yoshlik holatda ko'rinib qolsizlar boshqalarga. Nima uchun? Chunki sizlar teringlarga ko'ngil bo'lmadinglar. Ortiq gapqilmay qizlar, shu bir eg'iz gap o'ziga ko'ngil bo'ladigan qizlar, o'zini suydigan xonim qizlar. Terimning sufitini azroq o'zim yaxshilsam bo'ldi, muddatdan burun qerib ketgim yo'q. Tang tushlarimdan bir qadar qiyir ko'rinib qolyapman degan qizlar cho'qim ishiltib yiqinglar. Abay degandek iqtisodinglar yer bersa, cho'qim qimmatini ishiltinglar, yer bermagan ahvol ostida menikin bir sinab yiqishinglarni chin ko'nglimdan tavsiya qilman. Asosiy roli teriga suv to'liqlaydi, namlik to'liqlaydi, teri sufitinglarning yaxshilanishiga yordam beradi, terininki yirikligini asliga keltirdi. Oqshom surib attigini yuzinglarni yug'an vaqtda teringlarning intayin yumran bo'lib qolganini, siliq, nam xush bo'lib qolganini, mana shunday paqira bo'lib qolganini his qilsizlar. Chunki menda turgan teri aldirab qiyirmaydi qizlar. Aslidagi seri qaruga esvetdim. Asl setilish bahasi 108 qo'y, men vakolatchi ammoqligim uchun e'lon tashviqot qilib pul xashlamaganligim uchun 29 qo'y 9 moddan o'rinlashtirib berdim. Hisoblab kelsanglar bir oy yetadi, bir oylikinglarga hisobda kunlikinglarga bir qo'ydan o'zinglarga mablag' solgan bo'lasizlar. Arzimanda mencha arziydi deb o'ylayman. 7 kundan 15 kungacha teringlarga o'zgarishni his qila olasizlar. Lekin teringlarniki supatsiz holatini o'ngishib yetadi dedim, juma aldirmay asta-asta asliga keladi dedim. Uning ustiga bek eg'ilishib ketgan teringlarni amal va doktorxonaga bir tekshirib yiqinglar. Satqanim doğru emas, asrash xarakterdagi, oldin elish xarakterdagi mahsulot, davolash xarakterdagi mahsulot emas, juma. Ma kasalmi bek eg'ilishib ketgan vaqtda doktorlarning amal yo'q shundaq ku, terimi dal shunga o'xshash. Cho'qim bir sinab yiqishinglarni chin ko'nglimdan chiqarib tavsiya qilib seri qaruga yana bir qatim ispadim 29 qo'y 9 mo. Balkim qimmat belinishi mumkin, lekin o'zinglarning go'zalligini o'ylab turib elinglar. O'zinglarga solgan mablag' hech shay ketmaydi juma qizlar. Har bir aynakka qarag'an vaqtda terilarimiz mana shunda qara paqroq nurliq tursa, nur yig'ib tursa, kayfiyatimiz yaxshi bo'lib qoldi. Asliga seri qaruga is qo'ydim.